Assalomu alaykum. Toshkent teleradio kanali o'z dasturlarini poytaxt reportaj ko'rsatuvi bilan davom ettiradi. Bugun yurtimizda tibbiyot sohasini yanada rivojlantirish maqsadida ko'plab davlat dasturlari hayotga tatbiq etilmoqda. Buning natijasida esa mamlakatimizda zamon talablariga javob beradigan yangi tibbiyot muassasalari qad rostlamoqda. Xususan, 21-sog'liqni saqlash xalqaro ko'rgazmasida tibbiyotning stomatologiya va farmatsevtika sohalarida bugungi kunda qo'llanilayotgan yangi texnologiyalar va preparatlar bilan yaqindan tanishish imkoniyatiga ega bo'ldik. Bugungi dasturimiz ana shu haqda. Ko'rgazmada mamlakatimiz ishlab chiqaruvchilari uchun alohida o'rin ajratilgan. Xususan, BPRO dasturchilar markazi faoliyati bunga yorqin misoldir. Ushbu markaz O'zbekistonning IT bozorida 9 yildan ziyod faoliyat ko'rsatib kelmoqda. U ko'rgazmada bugungi kunda tibbiyot muassasalari faoliyatini optimallashtirish va avtomatlashtirish uchun maxsus dasturlarni taqdim etmoqda. Biz bu ko'rgazmada BPRO markazi dasturchilarining loyihalarini namoyish qilmoqdamiz. Milliy markaz mutaxassislari asosan biznes loyihalar bilan shug'ullanadi. Xususan, ular tomonidan tibbiyot muassasalari uchun ham maxsus dasturlar ishlab chiqilgan bo'lib, ushbu yangi dastur yaqinda joriy qilinishiga qaramasdan o'z mijozlariga ega bo'lib bormoqda. O'ylaymizki, kelgusida ushbu loyihalarimiz nafaqat yurtimizda, balki jahon bozorida o'z o'rniga ega bo'ladi. Tibbiyot muassasalari uchun ishlab chiqilgan mazkur loyiha bir qancha afzalliklarga ega. Jumladan, avtomatlashtirilgan ro'yxatdan o'tkazish tizimi, elektron ambulator kartasi, shifokorlar qabuli hamda elektron retseptlar kabi bo'limlarga ega. Umid qilamizki, ushbu ko'rgazma biz uchun samarali bo'ladi.